Salam, hörmətli görürmənlər. Proqramımızğa xoş gəldinlər. Bugün biz İrlandiya paytaxtı Dublinda yaşaydığan İrlandiya Uyğur Mədəniyyət Cəmiyyətinin rəisi, Uyğur ziyalisi Nuriyə Zeydin xanım bilan bolğan söhbətimizni huzurunlarga sunmaqçı. Nuriyə Zeydin xanım 2009-cu ili İrlandiyaga kelgan bo'lib, u Uyğurlarning sani intayın az bolğan bir muhitda başdan keçirganlari, öz kimligi, tarixi və Uyğurlarning hozirgi vəziyyəti to'g'risida to'xtaldi. U yana İrlandiya Uyğur Mədəniyyət Cəmiyyətinin quruluş jarayoni və səbəbləri, shundaqla o'zining nemishqa Xitoy hökumətiga qarshi yo'lda mengishni tanlaganligi, uning vatandagi urug' tuqqanlariga bo'lgan xatri, ammo ba'zi Uyg'urlarning buning aksicha Xitoy hökumətiga yaqin bo'lishni tanlashiga bo'lgan ko'z qarashlarini biz bilan o'rtoqlashdi. Əmisi diqqətinizlər ushbu söhbətimizdə bo'lsin. Naqta söhbətimizə xoş gəldiniz. Bayam degəndək, biz söhbətimizni özünüzni tanıştırışdan başlagan bolsaq. Benim ismim Nuriyə Zeydin. Ben Qashqarda tug'ilib cho'ngildim. Xitoy maktabida o'qigan, universitetini Beijing Neft universitetida bitirdim. Bitirgandan keyin Beijingda bir qancha yil Germaniyaning tashqi ishlar, kirib chiqish, free forwarding deymiz. Buningda bir qancha yil ishladim. Shu ishlash jarayonida ham bir Uyg'ur bo'lib tug'ilib, Xitoy maktabida o'qish, Uyg'urni bizni qandaq besimda biz Uyg'urni har zaman second class citizen, backward ko'rganligini men yani ikkinchi sinf yani. İkinci sınıf. Tuan darajali tabiqa, ikkinchi tabiqa demoqchi-ku. Ben his qilib nima qildim. Universitetda 6 taylan bir yotoq tutib, 6 qiz. Başqa Xitoyning boshqa o'lkalarini, Shanxay, Beijing deymiz, Xonaldan kelgan saboqdoshlarim bor. Ularning ichidan yaxshi o'qib chiqsam-mu, yallan bu Xinjianglik hech nimani bilmaydi, Xinjianglik qandaq degan bu shu CCPning tashviqoti bilan bizni tuvan ko'rib, bu yerdagi tijoratchilarning hayotlarini ko'rib, jiq o'ylanishlar. Andan 2008da Beijingda Olimpik ochimiz deb Uyg'urlarga bostirish, jiq tijoratchilarni yo'llash Qashqarga. Ondan keyin 2009dagi Urumchi qirg'inchilikda men ta'til qilib Qashqarda Uyg'urlarning qandaq bir bechara holda uyga solinib qilib, tashqariga chiqishga jur'at qilmaganligini o'ylagandan keyin bu vatanda ortiq yashab bir Uyg'ur olmoqning mumkin emasligini, nafas ololmaydiganligini his etib 2009da İrlandiyaga keldim. Siz bu paranglish jarayonida o'zingizningki İrlandiyadagi Uyg'ur jamiyatini qurib, shu jamiyatni boshqalab tashkillab kelib menayotganligingizni aytdingiz. Bo'lib İrlandiyadagi Uyg'urlar yo'q bir yerda, ham bu tashkilotga aralashayotgan Uyg'urlarga har xil besimlar kelayotgan bir sharoitda siz qanday olib bu tashkilotni qurib qoldingiz, qachon qurdingiz? Ben aldığımı önceden sözledim. Uyg'urlar shu besimda, shu bizni ko'z qilmaslik, yaratmaslik ichida tirishib Xitoydan qutulish uchun Yevropaga chiqdim deb o'ylayman. Mening o'xshash bakcha Uyg'urlar mashta. Men İrlandiyaga kelgandan keyin bir qancha yil tarjimonlab ishladim. Ashaga kelgan Uyg'urlar hammasi political asylum qildi. Lekin ular siyosiy panohlik tildi. Siyosiy panohlik tilib bulab, yana Xitoyning orasiga kirib, Xitoyning restoranlarida ishlab, Xitoyning yanida sotsial bilan shug'ullanganligini ko'rib, nihoyatda afsuslandim. İçim ağrıdı bizning bundaq bir parça Uyg'ur millatlarimizga. Menimcha har kim o'zining kimligini, o'zining millatini, o'zining nereden kelganligini hech bir zaman unutmaslik kerak. Biz 200dak Uyg'ur bor deb o'ylayman. 30-40% vatandan kelgan Uyg'urlar. Ammo shu Uyg'urlarmi Xitoyning orasiga kirib yashapti o'zini Xinjianglik deb. Uning uchun menimcha bir Uyg'ur bo'lib medeniyetimizni, tilimizni, o'zimizning kimligimizni, aşı vatanda ovoz chiqarmagan Uyg'urning ovozini chiqarish uchun bir jamiyat qurishning unumligini o'yladim. So'ng 2023da Engalda buzdik. Engalda buzdik. 2000 yani ro'yxatdan o'tkazdik demoqchi. 2024 birinchi oyda launch event o'tkazdik. Bizning O'rta Osiyodan kelgan Uyg'urlarimiz, yana boshqa davlatdan turk elchixonalar, turk yoshlar kelib nihoyatda chiroyli bir ochilish murosimi o'tkazdik. Bizning jamiyatni qurgandan keyin menga jiq besimli keldi. Ba'zi bir İrlandiyadagi vatandoshlar, Uyg'ur vatandoshlar hammasi meni ayirib qo'yamiz deb o'zi to'plashib, hammasi bu ta'tilda Qashqarga, Urumchiliklar, Urumchiga borib rasmni, mening oilamning
Öyemdeki apamның işkinin aldığının resimlerini verdi. Sen gitmeysen, yoki bo'lmasa yana gap qilsang, bular bexatar deb. Bexatar emas demek. Bexatar emas. Yani birisi men xabar yetkizdi. Sen menga Junguluq, İrlandiyalik davlat kichisan Beijing ketib, vatandaşlığını o'chirsan deb. Aş koçlarınki, siz baranmagan koçlarınki aş resimlerini vatanga berib o'zini Şinjanlık deb o'ynab yurganlarninki Üyətbəgin ülkəyə vaxtınızda qandaq hissiyatlı oldunuz siz? Ben bu Uygur, bundaq bir Uygurluğa ko'nglim ağrıdı. Yig'lishimni, kulishimni bilemedim. Lekin keçildi o'ltirib, shundaq yig'i tutib, ko'krab necha qatim yig'lab ketdim. 3 farzandim bor, bolalarim, cho'ng qizim deydi, "Apa, biz nimishqa ketmaymiz, nimishqa cho'ng opamni ko'rmaymiz" deb. Bu qanday javob berishni bilemedim. Bu hamda shu vaqtlarda siz bo'ldi bu ishni qilmay, o'zimning ishni qilib chiroylik yo'lamga minib, shu ota-onam bilan ko'rishib, yaxshi rahat yashab ketay degan tuyg'ularmi keldimi kallangizga inson bo'lish suhbatingiz bilan? Ikkilanish bo'lamdi kallangizda ancha-muncha? Bütün bu İrlandiyadagi Uyg'urlar meni yolg'iz tashlab, xuddi bir terroristni ko'rganda qochib yurganda, men ajaba xato yo'lga chirib qoldim deb o'yladim. Lekin men Xitoyning arsida cho'ng bo'ldim. Bir yotoqda 4 yil turdim. Ularning xarakterini, mijozini ben aniq bilmem. Bu hech bir Uyg'urni ular hurmatlab ichidan chiqarib, nima qilmaydi. Bizni ash tuven ko'rib, bizni bosib olgan yerimizga, bizning mol-mulkimiz, bizning madaniyatimiz, tilimizni yo'q etish uchun bu bir 10 yil, 20 yil emas, bu besib olganingizni qilayotgan tajovuzchilik. Shuningga biz hammamiz yana jim turib, opamni ko'rma, tog'amni ko'rim deb yursak, ailemni ko'rim deb dünya herkes bilmeydi ne bo'lganligini. Yana sizga o'xshash o'ylayotgan Uyg'urlar bo'lishi mumkin. O'rtaga chiqaymi, chiqmaymi? Chiqsam qanday bo'ladi? Shularga o'xshashib qolsangiz yoki shularga o'xshash Uyg'urlarni ko'rsangiz yoki ko'mgan Uyg'urlarga qanday bir narsani degingiz bor? Endi men Irlandiyaga kelganimda Irlandiyaning tarixini bularni bek ezilgan millat. Kitoblarni o'qiganda his qila olasiz. Har bir millat o'ziga hurmat qilib, o'zining kimligini unutmay, özünün nereden kelganligini unutmaganda yana bir adam sizga hurmatlaydi. Shu Uyg'urlarim bu bek yaxshi yerimiz Xitoylar bizga yaxshi muomala qilgan bo'lsa, biz chiqmaydik. Vatanimizni, millatimizni, urug' tuqqanlarimizni tashlab chiqmaydik. Shu besimda chiqqandan keyin nereden kelganligini, kimligini unutib qolmanglar deb deyman. Umid var yashashni o'ylayman. Dunyo har zaman mushta bo'lib ketmaydi. Mana Irlandiyami necha yuz yil besilgan millat turib, ularmi azod oldi. Onlarga bakanda men texim ümit var his qilmay. Yoshlarimizni ko'rimiz, Yevropa cho'ng'igan, Uyg'ur tili so'zlaydi. Bizning o'zimizdan faxrlanishimiz kerak. O'zimizning kimligini unutib qolmasligimiz kerak deb o'ylayman. Irlandiyadagi shu Uyg'ur vaziyatining, faoliyatining darajasi, ya'ni Irlandiya hukumatidagi Uyg'urlarga tanışib olgan, Uyg'urlarga bo'lgan tanishning qanchalik ekanligini so'zlab berasiz. Irlandiya irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilgan bir davlat. Ya'ni Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilgan bir davlat. Mushu yaqinda yangi election bo'ladi. Parlamentda bizning bir qancha senatorlar Uyg'ur to'g'riliq so'z qilyotdi. Ham o'zi millat xarakterimi men Uyg'urlikni yaqin deb o'ylayman. Ularmi bag'ri yumshoq, musiqa, san'atni yaxshi ko'radigan bir millat. Mush jamiyatni qurishning maqsadi endi biz hech qachon o'zimizning beshimizga kelgan atrocityni, zulmlarni anglatmasak, ular bilmaydi. Xuddi anglagandimi, kitoblarni o'qib, o'zi bilganimi, bak uzoq bir yerdagi hikoyadek, xuddi bo'lmagandek o'ylaydi. Shu men har bir irlandiyalik bilan kurashganda oldingi yili mening co-founder David O'Brien bilan Galway University'ga bordik. O'zimning kimligini, nereden kelganligini, beshim kelgan ishini anglatdim. Jiq yoshli kelib quchoqlab rahmat aytib, yoshliman xat yozdi. Bir kuni Uyg'ur bayrog'imi yo'inda Irlandiyaning har yeri lapildab turdi, umid var deb. U menga bir umid verdi. Yenimda do'stlarim bo'lmasin, boshqa Uyg'urlar anglab qo'shilsin, men bu yolg'iz ketsam bu yo'lda oxirigacha bir tal Uyg'ur qolsam, ovozimni oltaman deb o'ylayman. Bu ham dedingiz shu anangizla aloqalashayotganligingizni, anangizningki ovozni tuyuqsiz uzilib qolganligini aytdingizda. Shu vaqtda bir sizga anangizning rasmini yo'llab turibdi. Shu vaqtda sizda qanday bir tuyg'u bo'ldi? Balkim anangizning ovozini balkim xil uzoq mezgilgacha anglamasligingiz mumkin degan bir tuyg'u va ashtaq bu sharoitda qanday bir psixikalik o'zgarish bo'ldi sizning kayfiyatingizda demoqchi. Nayt azob his qildim, lekin
bir insan olarak başka bir milletin azabını başka yaşla ben şu şarkılık aktivistler bilen tanıştım. Başka bir milletin avazını mı, başka bir millet için mi şunçilik pidakarlık milletini gördüm. Biz özümüzün millet turup ailemni görme dep yana Xitayga baş egsek, yana aşındaq sistemin içinde izlip yaşsak, bunun toğru emasligini his qildim. Özüm yalğız qalğanda şundaq avazımni chiqarib yig'lab ketime ko'krab, lekin mengayotgan yo'lim bir to'g'ri yo'l, hech bir ishni xato qilmadim deb o'ylayman. Ko'pdan ko'p rahmat, vaqt ajratib biz bilan so'zlashganligingizga. İşlerinizin texmi natijalik bo'lishini tilaymiz. Salomatligingizning yaxshi bo'lishini tilaymiz. Ro'yi kayfiyatingizning texmi ustun bo'lishini tilaymiz. Albatta bu jafoliq yo'l. Umidimizni uzmasligingizni tilaymiz. Sizga rahmat. Rahmat.